Men Minecraftga muz va olov modini qo'shdim. Endi End olamidagi yagona Ender ajdarhodan tashqari o'zimizning olamda ham 3 xil ajdarho paydo bo'ldi. Ular olovli, muzli va chaqmoqli. Qizig'i shundaki, biz bu ajdarholarni o'zimizga o'rgatishimiz mumkin. Men mana shu olamda mana shu 3 xil ajdarholarni o'zimga o'rgatib olishga maqsad qildim. Bu videoda Endni ozod qilgani bordim. Nihoyat muzli ajdarhoda uchdim va eng qizig'i video so'ngida o'zimga yana qanday ajdarho o'rgatib oldim. Buni bilishning birgina yo'li bor. Videoni oxirigacha ko'rish. Xullas, bugungi videoda qilmoqchi bo'lgan ishlarim juda ham ko'p. Mob ferma qurishim kerak, Endni ozod qilishga borishim kerak va yana va hokazo. Aytgancha, agar birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, hoziroq ko'rib oling. Menda ajdarhoni katta qilish uchun maxsus ovqatga suyaklar yetishmayotgan edi. Ishni mob ferma qurishdan boshlamoqchi edim, lekin undan oldin mana bu ajdarhoga ism qo'ymoqchiman. Buning uchun menga yorliq kerak bo'ladi. Minecraftning yangi chiqqan versiyalarida yorliqda yasash imkoniyati bor, lekin men yangi versiyada o'ynamayapman. Chunki men o'ynayotgan modlar men o'ynayotgan versiya bilan yaxshi kelishadi. Men bu yorliqlarni kitobxon qishloqlardan sotib olishim mumkin. Faqat u qishloqni maksimum kuchaytirishimga to'g'ri keladi. Ishni boshlashdan oldin shakar qamishlarni yig'ishtirdim-da ko'pgina qilib ekib qo'ydim. Qo'ylarni ham unutganim yo'q. Menimcha bu qishloqda ikkitagina qishloq qolgan. Men ularni o'tgan videoda saqlab qo'ygan edim. Yo'q, mana bu yerda kamonchi tirik qolgan ekan va yana bittasi qamalib qolibdi. Qishloqlar bilan savdo qilish uchun yer ostidan joy tayyorladim va ikkala qishloqiga non berdim. Menimcha nima uchunligini aytishim shart emas. Menda somon deyarli tugadi, shuning uchun ularni ekib qo'ydim. Xo'sh, ishimizga qaytsak, men o'zimga kafedra yasadim. Yo'q, menga birinchi navbatda ko'pgina daraxt kerak bo'ladi. Menda tayga biyomida o'suvchi daraxt kerak. O'zimga olmosdan bolta yasab oldim. O'yin boshida spawn bo'lgan yerimda tayga biyomi bor edi. Unchalik ham uzoqda emas. Bu biyomni topish o'ylaganimdan ham oson bo'ldi. Hamma yog'ochni bu yerda olish niyatim yo'q. O'zi bu yerga ko'chatlar uchun keldim. Uyga bordimda ularni ekib qo'ydim. Menda suyaklar bor, ularni kukun qildim-da, daraxtni o'stirdim va chopishni boshladim. Yana ekdim, yana o'stirdim va yana chopdim. Keyin shunchaki boshqasini ekib qo'ydim. Menda ikkita kichkina qishloqlar bor. Qo'ng'iroqda chalgan edim, kamonchi o'zi pastga tushdi. Lekin bu kamonchi tayoqlar sotib olmaydi. Yana bittasini tayoq sotib oladigan kamonchi qilishga to'g'ri keldi. Boyagi yog'ochlarni tayoq qilib oldim-da sotishni boshladim. Men kitobxon qilgan qishloqqa omad bir sehrini sotayotgan edi, lekin bu sehr meni umuman qiziqtirmayapti. Yog'och tugadi. Qishloqlar bilan savdolashishda menda 30-daraja yig'ilgan edi. Boltamni sehrlamoqchi edim, lekin omadim kelmadi. O'rniga kirkamni sehrladim. U bilan yaxshigina omadim keldi. Omad 2 sehri bilan samaradorlik 4 sehrini qo'shib berdi. Shundan keyin yana daraxt chopishni boshladim. Hozircha shuncha yog'och yetib qoladi. Savdolashishni boshlamoqchi edim, lekin bu qishloqqa tayoq sotib olishni xohlamay qoldi. Uning o'rniga kitobxon bilan shug'ullandim. Men uni maksimum kuchaytirishim kerak. Hech bo'lmaganda biron bir tuzukroq sehrni olib kuchaytirmoqchiman. Birozdan so'ng u menga ta'mirlash sehrini sota boshladi. Menda zumrad yetarli, faqat bitta kitob yetishmayapti. Men uyga borib kitob yasab qaytib kelgunimcha u savdolarni o'zgartirib yuboribdi. 2 daqiqa ham vaqtim ketgani yo'q edi. Mayli, bu narsada unchalik ham jahlim chiqqani yo'q. Boyagi kamonchi hali ham tayoq sotib olishni xohlamayapti. Boshqa kamonchi stolini yasadim. Kech tushdi, tashqariga chiqqan edim, ichkariga zombi kirib oldi va men uni tinchitdim. Ertasi kuni boshqa bir qishloqni kamonchi qildim-da, unga tayoqlarni sotishni boshladim. Ana u yaramasdan qutulishga to'g'ri keldi. Yangi kamonchi narxlarni ko'tarib yuborganiga qaramay tayoq sotishda davom ettirdim. Keyin kitobxon qishloqi bilan shug'ullandim. Menga biron bir tuzukroq sehr kerak. 5 minutes later. Birozdan so'ng u menga talonchilik bir sehrini ajoyib narxda sotishni boshladi. Kim bilmasa, bu sehr bizga moblardan tushadigan droplar sonini oshiradi. Menga aynan shu sehr kerak. Men undan 4 ta sotib oldim. Men haligacha yorliqni qo'lga kirita olmasam kerak. Chunki bu ish bilan 1 soatdan beri shug'ullanyapman. Ustiga ustak kitobxonni kuchaytirish qiyin kechadigan ko'rinadi. Men ularni zombiga aylantirib keyin davolasam chegirma qilishadi. Lekin kelinglar, yorliq olish masalasini keyinroqqa qo'yamiz. Chunki bu ishdan zerikib ketdim.
ketdim. Bu vaqtda menda 30-daraja yig'ilibdi. O'ylab ham o'tirmadimda olmos boltamni sehrladim. Lekin afsus samaradorlik 4 sehridan tashqari qo'shimcha sehr berishmadi. Boyagi talonchilik sehrlarini birlashtirdim va qilichimga joylashtirdim. Endi qilichimda talonchilik 3 sehri bor. Men na ta'mirlash, na mustahkamlik sehrini qo'lga kirita oldim. Shuning uchun olmos kerkamni mana shunday usul bilan tuzatishga to'g'ri keldi. Kimni esida bo'lsa, biz mob ferma qurmoqchi edik. Ulkan mob ferma qurish niyatim yo'q. Kichikroq ham bo'laveradi. Bu fermani qurish unchalik ham qiyin emas. Bizga kerak bo'ladigan narsalar 4 ta sandiq, 4 ta varonka va bir qancha qurilish bloklari. Menimcha mana bu ajdarho chanog'i eshik tomonga qarab turgani yaxshiroq. Ferma avtomatik ishlashi uchun menga 4 ta gulxan kerak bo'ladi. Juda katta ehtimol bilan ko'pchilik bu fermani qurishni biladi. O'zi qiyin ham emas. Lekin bilmaganlar uchun, Minecraftni endigina boshlaganlar uchun takrorlab o'taman. Avvaliga xuddi ko'rsatganimdek varonka va sandiqlarni qo'yib olamiz. Ustiga yarimtalik bloklarni qo'yamiz. Kech tushmoqda. Kech tushishi bilan ajdar ham uxlab yubordi. Qoyil, u juda ham chiroyli uxlayapti. Xuddi ko'rsatganimdek tepaga qarab 22 blok qo'yamiz. Keyin 4 tarafiga mana shunday qilib 8 blokdan qo'yib chiqamiz. Bu joyni qilganim suratga olinmay qolibdi. Agar suv pastga tushib ketmayotgan bo'lsa, hammasini to'g'ri qilayotgan bo'lasiz. Keyin ko'rsatganimdek qilib 4 tarafini yopib chiqamiz. Tayyor bo'lgach, moblar spawn bo'lishi uchun bloklarni qo'yib chiqamiz va keyin atrofini o'raymiz. Endi esa ustini yopsak ham bo'ladi. Fermaning mana shu qismiga lyuklarni qo'yib chiqamiz. Bu lyuklar moblarning tuzoqqa tushishi uchun kerak bo'ladi va mana shu joylariga suv qo'yamiz. Bu juda ham muhim. Ichkarini qorong'u qilish esingizdan chiqmasin. Fermamiz tayyor bo'ldi. U ishlayapti, lekin kutganimdek natija yo'q. Bu vaqtda men fermadan va hayvonlardan xabar olib keldim. Lekin bu mob ferma kutganimdek ishlamadi. Xullas, men uni avtomatik ishlaydigan qilib qo'ydim. Birozdan so'ng natijani ko'raman. Men bazamizni moblar spawn bo'lmasligi uchun yoritib chiqdim. Ajdarhoning xavfsizligini o'ylagan holda himoyani biroz bo'lsa ham kuchaytirdim. Bugun men Ender ajdarhoni yengishga boraman. Buning uchun menga olovli tayoqlar kerak bo'ladi. Olovli tayoqlarni faqatgina Nezerda Qizil qal'ada topish mumkin. Menda o'qlar tugabdi. Biroz daraxt chopishga to'g'ri keldi. Men mana bu qo'ylarni o'zim uchun emas, ajdar uchun boqyapman. Qilichimdagi talonchilik 3 sehrining foydasi shu yerda tegdi. Men bu sehr bilan birozgina go'sht yig'ib oldim. Salkam 2 stak go'sht to'pladim. Boyagi yog'ochlarni tayoq qilib oldim-da, uni qishloqiga zumrad evasiga sotdim. Bu zumraddan esa kamonga o'qlar sotib oldim. Nihoyat Nezerga ketsam bo'ladi. Spawn yomon emas, chunki portalning yonginasida ko'k o'rmon bor edi. Menda talonchilik 3 sehri bor. Demak, Ender marvaratlar muammosini hal qildik desak ham bo'ladi. Shu bahona ulardan biroz to'plab oldim. Ko'p vaqt o'tmay bastion topdim. U yerga kirmoqchi edim, lekin buni ko'rganimdan so'ng darrov fikrimdan qaytdim. O'zi bu bastionning ichidagi narsalarga ehtiyojim yo'q. U yerga kirmasam ham bo'ladi. Ender marvaratlar to'pladim. Nezerda ko'p vaqt yurdim. Qizil qal'ani haligacha uchratganim yo'q. Hattoki ikkinchi bastionni ham topishga ulgurdim. Shu payt uzoqda Qizil qal'ani ko'rdim. U yerga kirganimda birinchi bo'lib uchratgan narsam sandiq bo'ldi. Ichida oltinni va Nezer o'simligini oldim. Egarni ham. Blaze bilan jang qildim va birinchi olovli tayoqchani qo'lga kiritdim. Omadni qarang, 4 ta Wither skelet bilan jang qilganimdan so'ng menga uning kallasini berishdi. Ma'lumot uchun eslatib o'tay, tabiiy holda Wither skeletning kallasi tushish ehtimoli 2,5% ga teng. Agar qilichimizda talonchilik 3 sehri bo'ladigan bo'lsa, bu ko'rsatkichlar 5,5% da tashkil qiladi. Shunday ulkan qal'ada bironta ham Blaze'larning spawneri yo'qmi deganimda, xayriyat bittasini topdim. Berkinishim uchun joy qildim. Qalqonim sinayotgan edi, uni yangilab oldim. Blaze'lar ko'payib ketdi. Yaxshiyamki menda kamon bor. Menimcha spawnerni bekor sindirdim. Shuncha Blaze o'ldirganimga qaramay, men 4 ta olovli tayoqchani qo'lga kirita oldim. Yaxshiyamki Qizil qal'ani o'zida ham Blaze'lar spawn bo'ladi. Qal'ani aylanib chiqqanimdan keyin shuni bildimki, men boya bu yerdagi oxirgi Blaze'lar spawnerini sindirgan ekanman. Lekin baribir ham bu yerda o'zimga kerakli olovli tayoqchalarni yig'ib chiqib ketdim. Yo'lda Ender marvaratlarni ortig'i bilan to'plab oldim. Bastionga yana kirmoqchi edim, yana fikrimdan qaytarishdi.
Shu bilan Nezirda sayohatim tugadi. O'zimda bor suyaklar va go'shtlar bilan ajdarho uchun maxsus ovqat tayyorladim va uni muzli ajdarhoyimga berdim. U biroz bo'lsa ham ulg'aydi. Lekin savol, men bunday katta narsani yelkamda qanday qilib bemalol ko'tarib turibman? Mub fermadan xabar oldim. U rostdan ham sekin ishlayapti. Kattarog'ini qurishga to'g'ri keladi, lekin buni keyingi qismda quramiz. Xavotir olmanglar, bugun albatta muzli ajdarhoda uchamiz. Shakar qamishlarni yig'ishtirib yana kattalashtirib qo'ydim. Ajdarho katta bo'lishi uchun maxsus ovqatda ishlaydigan suyaklarni mub fermadan ololmas ekanman. Uni tunda skeletlar bilan jang qilib ham yig'sam bo'ladi. Qilichimdagi sehr bilan bu muammo bo'lmaydi. Tong otgunga qadar 82 ta suyak to'plashga ulgurdim. Undan maxsus ovqat tayyorladim va ajdarimga berdim. U anchagina kattalashdi. Endi yelkamga chiqarishning imkoni bo'lmayapti. Menga ta'mirlash sehri kerak. Yana qishloqlar bilan savdolashishga to'g'ri keldi. Bitta kamonchi menga kerak emas. Ta'mirlash sehrini qidirishni boshladim. 5 daqiqa o'tmas, u menga ta'mirlash sehrini sota boshladi. Lekin menda zumradlar qolmagan. Nimaiki bo'lmasa, bu sehrni saqlab qolishim kerak. Yo'limdan chiqqan yog'ochni daraxtmi u qiziqib o'tirmay yig'ishtirib oldim. Uyimda birozgina zumrad bor ekan. Tayoqlarni sotdim. Nihoyat bu sehrni saqlab qoldim. Menimcha bu sehrni ajdarho terisidan qilingan zirhimga qo'yganim yaxshi, chunki u sinish arafasida. Ta'mirlash sehrini zirhimga joyladim. Menimcha ahmoqona ish qildim, chunki bu zirh kuchli bo'lsa ham mustahkam emas. Zirhni ta'mirlash uchun qafasdagi hamma qo'ylarni o'ldirdim, lekin qanchalar ahmoqona ish qilganimga yana bir bor guvoh bo'ldim. Ajdarho terisidan qilingan zirhlarim Ender ajdar bilan jangda umuman yaramaydi. Sayohatga chiqishdan oldin zirhlarimni to'liq olmasdan qilib olganim yaxshiroq. Bu safar Kirkamda omad 2 sehri bor. Menimcha u ishimizni biroz bo'lsa ham oson qiladi. Menda non tugadi. To'g'ri, bu go'shtlarni ajdar uchun yig'ayapman, lekin o'zimni ham o'ylashim kerak. Men narvonlar yasab oldim. Bu narvonlar kondan qaytib chiqishimga kerak bo'ladi. Bazamizning o'zida yerga qarab qazib ketdim. Kerakli balandlikka tushib olganimdan so'ng to'g'riga qarab qazidim. Birozdan so'ng men g'or topdim. Balki shu yerda olmos toparman. Nimagadir bu qo'rqinchli ovozlar g'orga tushsam meni ta'qib qilyapti. Bu g'ordan bitta ham olmos topganim yo'q. To'g'riga qazishda davom ettirdim. Shunday katta joyda ham olmos yo'q, lekin men buzilgan shaxta topdim. Balki u yerda menga kerakli yorliq bordir. Bu buzilgan shaxtada yorliq tugul sandiq ham yo'q. Chalg'imadimda ishimni davom ettirdim. Nihoyat bu safargi konda birinchi olmosimni topdim. Suv xalaqit bermasligi uchun uni yopib qo'ydim. Mendagi omad 2 sehri bilan 7 ta rudadan 14 ta olmos tushdi. Bu juda ham yaxshi natija. Bu safar uyga ko'pgina olmoslar bilan qaytmoqchiman. Ruda qazish paytida terili zirhim ta'mirlanishga ulguribdi. Boyagi gapimni qaytarib olaman.
Tasodifga qarang, men o'zim qazigan joyni topib oldim. Bu yerning oxiriga borsam, bu o'zim boshida tushgan joy ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu joyni topishimning ehtimoli o'zi qancha edi? Sonda anchagina vaqt sarfladim. Endi uyga qaytsam bo'ladi. Jami 33 ta olmos to'plabman. Sandig'imda ham 11 ta olmos bor ekan. Bular bizga yetib qolishi kerak. Endi Ender ajdarni yengishga ham borsam bo'ladi. Kamonim uchun o'qlar kamlik qiladi. Birozgina sotib olsam hech narsa qilmaydi. Boya topgan olmoslarimdan o'zimga bosh kiyim va shim yasab oldim. Menimcha asosiy zirhni olmosdan qilishim shart emas, chunki unda ta'mirlash sehri bor. Bu terili zirhlarni shunday usul bilan ham ta'mirlasa bo'lar ekan, lekin men bu ishni qilmayman, chunki ajdarho terisi kelajakda bir katta ish uchun kerak bo'ladi. Xo'sh, bir qancha Ender ko'zlarini yasab oldim. Shu payt olmosdan oyoq kiyim yasadim. Boshida terilisini kiyib yurmoqchi edim, lekin bu fikrimdan qaytdim. Endi End olamini ozod qilgani borsak bo'ladi. Yo'limda uchragan hayvonlarni o'ldirdim, cho'chqani ham, o'zim uchun emas, ajdar uchun. Afsus, men hozirgina o'ldirgan qo'yning bolasi bor ekan. Birozdan so'ng men mana bunday joy topdim. Adashmasam bu yerni qabriston deb atashardi. Sandiqda qiziqarli narsa bor edi deyish qiyin. Bu sandiq la'natlangan. Uni ochsak bizga ruh hujum qiladi. Lekin o'liklar tiriklardan kuchli emas. Ruhni yo'q qilganimda menda topshiriq bajarilishi kerak edi. Chunki men oldin ham ruh bilan jang qilganman. Lekin sizlarga u joyni ko'rsatmagan edim. Qidiruvlarim meni okeanga olib keldi. Men qo'rqayotgan narsa, okeanda ham bizni o'ldiradiganlar bor. Imkon qadar ehtiyot bo'lishim kerak. Mana bunday orolchaga keldim. Qizig'i bu yerda oldin bo'lganman va men uni esladim. Agar sizlar ham eslagan bo'lsangiz izohlarda yozib qoldiring. Mana men qo'rqayotgan narsa, chunki shuni deb 2 marta o'lganman. Kamonim kuchliligi uchunmi, unga 10 ta ham o'q otganim yo'q, o'ldi. Tunni o'tkazib yubordim-da, yo'limni davom ettirdim. Men izlayotgan joy Messa biyomida shekilli. Bu biyomda gippogrif nomli mavjudotlar aql bovar qilmas darajada ko'p ekan. Yomon tarafi ular meni o'ldirishga tayyor. O'ldirishdi ham. Sezgan bo'lsangiz, menda inventarni saqlash yoniq. Bir qancha odamlar buni o'chirishimni so'radi. Nega bunday qilganimni birinchi qismning boshida aytgan edim. Chunki men bu videoni ikkinchi marta olyapman. Birinchi martasida cheatlarni ishlata olmaganim tufayli hammasi barbod bo'ldi. Spawnga qaytdim. Yana boshidan boshlashga to'g'ri keldi. Bu safar kravatlarni ishlataman. Nihoyat ko'z ortga uchishni boshladi. Maqsadimiz sari bir qadam qo'ydik. Sandiqlarning birida Ender marvarid bor ekan. Bu joy buzilgan shaxta bilan birlashib ketibdi. Mana kutubxonaning ahvoli. Kutubxonadagi sandiqda Kerkam uchun ajoyib sehrlarni topdim. Hattoki samaradorlik 4 sehri ham bor. To'g'rimda Endga olib boradigan portal turibdi. Bu portalda bitta ham ko'z qo'yilmagan ekan. Yaxshiyamki menda 12 ta bor. Agar sandiqda bitta Ender marvarid topmaganimda hozir uni qidirgan bo'lar edim. Shu yerda paydo bo'lishim uchun kravatga bosib qo'ydim. Sandiqda jangga menga kerak bo'lmaydigan kerakli narsalarni solib qo'ydim. Endi ketsak ham bo'ladi. Har ehtimolga qarshi ko'zga tasodifan qarab qo'ygan endermenlardan himoyalanish uchun mana shunday platformalar yasadim. Va mana uning foydasi tegdi deganimda faqat to'siq bilan himoyalangan ikkita kristal qoldi. Endi navbat Ender ajdarga. Uni qilich bilan urib bo'lmayapti. Muammo nimadaligini bilmayman. Yaxshiyamki menda juda ham ko'p o'q bor. Xullas balandroq joyga chiqib oldim. Bu yerda ham o'sha qo'rqinchli ovozlar.
Nihoyat Ender ajdarni yengdim. Bu manzarani o'tkazib yuborish yaxshi emas. Darajalar menga kerak bo'ladi. Ender ajdarhoning tuxumini olishni unutganim yo'q. Afsus, bu tuxumdan ajdar yorib chiqmaydi. Ilk bor Minecraft o'ynaganimda tuxumdan Ender ajdar chiqadi deb o'ylaganman. Bu yerdan qanotlarsiz ketish niyatim yo'q. Balandroqqa chiqib oldim, chanklarni ko'tardim va atrofga nazar tashladim. Kichik bo'lsa ham End shahrini topdim. Kimdir menga aytib yuborsin, bunday ovozlar eshitilishi tabiiy holmi? Xuddi aytganimdek, bu shahar kichik. Bu yerda menga kerakli qanotlar yo'q, lekin ichidagi narsalar kerak. Shalkerlar qobig'i ham. Birinchi sandiqda qiziqarli narsa yo'q, lekin ikkinchisida yaxshigina sehrlangan qilich topdim. Chanklarni ko'tardim, lekin atrofda boshqa End shahri ko'rinmadi. Men bu yerga qurilish bloklarisiz kelibman. Endi vaqt sarflab ularni shu yerda olishga to'g'ri keladi. Olmos kirkam ham sinay deb qolibdi. Temirini ishlatishga to'g'ri keldi. Uzoqroqga borib, balandga chiqib chanklarni ko'tardim. Yana bir End shahrini topdim. Bu shahar ham kichik, sandiqlarda umuman foydali narsa yo'q. O'zimga shalker quti yasab oldim. Uzoq sayohat uchun shalker qutilari juda ham foydali narsa. Atrofda End shahri ko'rinmayapti. Bu darajada qiyin bo'ladi deb o'ylamagan edim. Men ahmoq, bu yerga bloklarsiz va salyutlarsiz kelganman. Qanotlarni topganim bilan ham uyga qaytish muammo bo'ladi, chunki portaldan juda olislab ketdim. Mayli, uyga qaytish haqida keyinroq o'ylaymiz. Bloklarni sindiraman, quraman, atrofga nazar tashlayman, lekin End shahridan darak yo'q. 1 hour later. Bu yerni qancha vaqt qidirganimni qanday ta'riflashni bilmadim. Bu yerda menga kerakli qanot bor. Bu shaharning kemadan tashqari qismida birorta ham sandiq yo'q. Kema tomon qurishni boshladim. Kemadagi sandiqda juda ham zo'r sehrlangan oyoq kiyim topdim. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan eng ajoyib sehrlar. Bosh kiyimda ham shu natija. Meni juda qattiq omadim keldi. Ikkinchi sandiqda yaxshigina sehrlangan ko'krak zirhi bor ekan. Shu yerning o'zida deyarli to'liq olmos set yig'dim. Nihoyat qanotni oldim. Bu Minecraftdagi eng qulay transport. Ender ajdarning boshini olishni unutganim yo'q. Bitta qanot kamlik qiladi. Shuning uchun yana End shahrini topmoqchiman. To'g'rimda yana bittasi bor ekan. O'marishni boshlashdan oldin himoya uchun qanotni yechib, o'rniga zirhni kiyib oldim. Menimcha shu ishni bekor qildim. Sandiqlarda foydali qilich va belkurak topdim. Men hozirning o'zida ikkinchi qanotni qo'lga kiritishim mumkin deganimda bu payt ichimda nima o'tganini faqat o'zim bilaman. Xayolimda men qanotlarni kiyib olganman, lekin uni yechib qo'yganimni unutgan edim. Mayli, menga bitta qanot ham yetadi. End portaliga sakrab yana ortga qaytdim. Sababi subtitrlarni ko'rish uchun, lekin baribir o'qiganim yo'q. Kutubxonadan bir qancha kitoblar oldim. Endi uyga qaytsam bo'ladi. End olamida topgan oyoq kiyimimda sovuq yurish sehri bor. Okeanda qayiqda o'tishni o'rniga mana shunday o'tyapman. To'g'risi bu menga yoqayapti. Uzoq sayohatdan so'ng nihoyat qadrdon uyimga qaytib keldim. Menda ko'pgina daraja bor. Kutubxonadan topgan sehrlarni kirkamga joyladim. Endi menda ideal kirka bor. Bir narsani sinab ko'rish uchun charx yasadim. Bitta videoda ko'rgan edim. Charx yordamida buyumlarimizdagi sehrlarni kitobga o'tkazishimiz mumkin. End shahrida topgan temir kirkadagi ta'mirlash sehrini olmoqchi edim, lekin men ko'rgan narsa yolg'on ko'rinadi. Bilmasdan kirkani charxdan o'tkazib yubordim. Endi ta'mirlash sehri yo'q. Ajdar uchun biroz ovqat tayyorladim. Undan oldin End shahridan topgan qilichni o'zimnikiga birlashtirdim. Bizdan naq 23-daraja so'rayapti. Agar joyini almashtirsak 19. Qilichimni maksimum kuchaytirmadim, lekin shunisi ham zo'r. Boyagi ovqatni ajdarga berdim. Unda hali ham uchib bo'lmayapti. Kelinglar, o'yin boshida qilmoqchi bo'lgan, lekin keyinroqqa surgan ishimizni qilsak. Ajdarga ism qo'yish. Kitobxonni kuchaytirish qiyin bo'layotgan edi. Men ularni zombiga aylantirib davolasam chegirma qilishadi. Ishni boshlashdan oldin birgina sehrlanmagan olmos shimni sehrlab oldim. Sehrlash bilan omadim keldi. Buni qaranglar, meni aslaqalarim juda ham ajoyib sehrlarga ega. Bular bilan o'zimni ancha xavfsiz his qilyapman. Qishloqilarni zombiga aylantirganimdan so'ng ularni davolash uchun kuchsizlik damlamasi kerak bo'ladi. Kuchsizlik damlamasini tayyorlash uchun menga marinadlangan o'rgimchak ko'zi kerak. Menda uni yasash uchun hamma narsa yetadi.
yetarli. Faqat qo'ziqorin yetishmayapti. Adashmasam ularni nezirda ham uchratish mumkin. Yo'q, qizil qo'ziqorin to'g'ri kelmaydi. Men oltin zirh kiyishni unutibman. Hozircha menga tinchlik kerak. Piglinlar bilan jang qilish niyatim yo'q. Mana men izlayotgan qo'ziqorin. Undan marinadlangan o'rgimchak ko'zini tayyorladim. Eliksir tayyorlovchini olov kukuni bilan to'ldirdim. Lekin nimagadir shisha idishlarni eliksir tayyorlovchiga qo'yib bo'lmayapti. Men buni qandaydir bug deb o'ylab boshqa birini yasadim. Lekin unda ham shu ahvol. En shahridan olib kelingan davolash damlamasini qo'ygan edim, ishladi. Lekin bu kuchsizlik damlamasi emas edi. Men buni o'sha payt sezmadim. Uni portlaydigan qilish uchun porx ishlatdim. Oltin olma yasash uchun menda hamma narsa bor. Endi qishloqlarni zombiga aylantirsam bo'ldi. Zombini chuqurga tashlash bilan muammo bo'lmadi. Tun ekanligidan foydalanib suyak to'pladim. Axir biz muzli ajdarhoda uchishimiz kerak. Qishloqlar zombiga aylanib bo'libdi. Lekin kamonchi o'lib ketgan ko'rinadi. Arzimagan xatoyimni deb bitta qishloqidan ayrilishimga sal qoldi. Yaxshiyamki o'lib qolmadi. Xullas, men kuchsizlik damlamasi tayyorlamaganligimni mana shu payt sezdim. Shu payt esimga tushib qoldi. Men ahmoq boya shisha idishlarni suv bilan to'ldirmabman. Eliksir tayyorlovchiga bo'sh idishlarni solmoqchi bo'lib, qayoqdagi bir bagni aybdor qilib yotibman. Marinadlangan o'rgimchak ko'zi uchun qo'ziqorin qolmadi. Boya ortiqchasi bilan olib kelsam bo'lar ekan. Uyga qaytsam meni mana bunday mehmon kutib oldi. Bu safar hammasi benuqson ishladi. Kuchsizlik damlamasini otdim va ikkalasiga ham oltin olma berdim. Endi tuzalishini kutish kerak. Ular o'ziga kelgunicha shakar qamishlarni yig'ishtirdim. Aytgancha men shu paytgacha shakar qamishlarni yig'ib borayotgan edim. Sizlarga buni ko'rsatmadim. Ajdar uchun maxsus ovqat tayyorladim. Unga berdim. U yaxshigina kattalashdi, lekin hali ham uchib bo'lmayapti. Nima ish qilishni bilmay qishloqlarni tuzalishini kutdim. Ikkinchi marta qishloqqa bosqinchilar keldi. Boshqa bir ish qilmoqchi edim, lekin qishloqlar tuzaldi. Shu payt g'alati narsa ro'y berdi. Men tuzatgan qishloqi g'oyib bo'lgan. Buning uchun bizga topshiriq ham bajarilgan edi. Mana bunisi endi tuzaldi. Bu yerda nima ro'y berdi bilmadim, lekin menga kerakli qishloqi g'oyib bo'lgan. Qisqa qilib aytganda, shuncha qilgan ishim bir tiyin bo'ldi. Mayli, bu muammoni ham hal qilamiz. Uxlamoqchi edim, lekin yaxshamki suyak to'plashim kerakligi esimga tushdi. Kamonim sinay deb qoldi. Uni tuzatdim. O'zimda bor porxga salyut yasadim. Hozir bir ish qilmoqchiman. Olmos kirkamni qimmatga bo'lsa ham tuzatib oldim. Mening qishlog'imda birgina qishlog'i qoldi. Uning ham kasbi bor. Savdolarini esa o'zgartirib bo'lmaydi. Yorliqda olish uchun boshqa bir qishloq topishim kerak. O'yin boshida spawn bo'lgan yerimda qishloq bor. Unchalik ham uzoqda emas. Bu yerda menga yetarlicha qishloqlar bor. Savdolashish oson bo'lishi uchun chuqur tayyorladim. Qishloqdagi hamma kravatlarni olib chiqdim va ularni chuqurga joylashtirdim. Qo'ng'iroq yordamida hammasini chuqurga joyladim. Zombiga aylantirsam yonib ketmasligi uchun ustini yopdim. Ishni daraxt chopishdan boshlasam bo'ladi. Faqat olmos boltamga mustahkamlik sehri kerak. Shuni hal qilish uchun uyga keldim. Boshqa bir olmos bolta yasadim. Uni mustahkamlik 2 sehriga sehrladim va o'zimniki bilan birlashtirdim. Qishlog'imdagi birgina qishloqi ozodlikda yura qolsin. Yana olmos shimimni ham tuzatdim. Bitta qishloqini kitobxon qildim. U mendan qog'oz sotib olmoqchi. Menda qog'oz juda ham ko'p. Ularni olib kelish uchun uyga yana bordim. Shalkir qutiga qog'oz, shakar qamish va yana kerakli narsalar soldim. Birinchi navbatda daraxt chopsak. Yetarlicha daraxt chopdim. Ko'z oldimda galim spawn bo'ldi. U ishimizga xalaqit beradi. Agar miyam aldamayotgan bo'lsa, belkurak bilan yerni shunday qilib qo'ysak, bu yerda galimlar spawn bo'lmaydi. Ikkita qishloqini toyoq sotib oladigan kamonchi qildim. Menga ta'mirlash sehrini sotadigan kitobxon kerak. O'zimni qishlog'imda bor edi, lekin qandaydir sabablarga ko'ra u g'oyib bo'ldi. Unchalik ham ko'p vaqt o'tgani yo'q, u menga cheksizlik sehrini sotayapti. Qachonlardir bu sehrni olishni istardim. Hozir u qarshimdan tasodifan chiqdi. Bu sehrni o'tkazib yubormayman. Undan bitta sotib oldim. Boshqa bir kafedra yasab, boshqa bir qishloqi bilan shug'ullandim. Bu sehrni topishga 3 daqiqa vaqtim ketdi.
Kitobchavonni sotib olib, savdolarini o'zgartirmaydigan qildim. Kamonchilarga birozgina tayoq sotdim, lekin shu yerda sotishni to'xtatdim. Axir biz ularni zombiga aylantirib davolashimiz kerak. Kerakli narsalarni olish uchun uyga keldim. Menda salyutlar tugadi, porx esa qolmagan. Mob fermaga qaragan edim, u yerda 19 ta bor ekan. Qoyil, bu mob fermani menga foydasi tegadi deb o'ylamagan edim. Buncha salyutlar bizga yetib qoladi. Oltindan muammo yo'q, olma bilan ham. Nimagadir o'zimni uyimda daraxt chopkim keldi. Menda hamma narsa tayyor. Qishloqlarni zombiga aylantirishda boshlashsam ham bo'ladi. Bunaqa ishdan so'ng bir qancha qishloqilar o'ldi. Kasbsiz qishloqilarda zombilar yeganida o'lishini bilmas edim. Ana bu yerdan ikkitasini chiqarib yubormabman. Shuning uchun ularga zombi virusi yuqmadi. Buni to'g'rilash muammo bo'lmadi. Barcha qishloqlar zombiga aylandi. Yaxshiyamki menga keraklilari tirik qoldi. Zombi, seni ishing bitdi. Endi ularni davolasam ham bo'ladi. Barchasini tuzalishini kutdim. Kitobxonlarda chegirmalar yaxshi, lekin kamonchilar katta chegirma qilishmabdi. Ta'mirlash sehridan bir qancha sotib oldim. Bu sehr qanotlarim uchun juda ham kerak. Men ularni yana zombiga aylantirib davolamoqchi bo'ldim, lekin bu fikr qanday tez kelgan bo'lsa, shunday tez ketdi. Ortiq bu ishni cho'zishni istamayman, chunki bu ish bilan 1,5 soatdan beri shug'ullanyapman. Kitobxonni kuchaytirishni boshladim. Kuchaytirish uchun kerak bo'lmaydigan narsalarni ham sotib oldim. Bir necha daqiqadan so'ng u menga nihoyat yorliq sotishni boshladi. Qanotlarini qo'lga kiritganimda ham bu darajada xursand bo'lmovdim. Men undan 3 ta sotib oldim, chunki biz o'rgatmoqchi bo'lgan ajdarlar 3 ta. Ta'mirlash sehrini ko'pi bo'lmaydi dedimda, undan yana bir qancha sotib oldim. Uyga kelgach, birinchi navbatda qanotlarimga ta'mirlash sehrini o'rnatdim. Keyin kamonimga cheksizlik sehrini. Cheksizlik va ta'mirlash sehrlari bir-biri bilan kelisha olmaydi. Endi bu kamonimga ta'mirlash sehrini qo'shishning iloji yo'q. Cheksizlik sehrini nezirda sinab ko'rmoqchi bo'ldim, lekin bu kamon ishlamadi. Keyin bilsam, cheksizlik sehri ishlashi uchun inventarimizda hech bo'lmaganda bir dona o'q bo'lishi kerak ekan. To'g'risi, buni endi bilishim. Endi inventarimni to'ldirib o'q olib yurishim shart emas. Qanotlarimni ta'mirlash uchun kvarts kovladim. 2 daqiqada yap-yangidek bo'ldi. Olmos kirkamga ham ta'mirlash sehrini qo'shmoqchi edim, lekin darajam yetmay qoldi. Sotib olgan yorliqqa ajdar uchun bir ism yozdim. Hozir qanday ismligini bilib olasiz. Undan oldin ajdar turgan yerni kattalashtirdim, chunki u borgan sari kattalashmoqda, unga katta joy kerak. Bugundan boshlab seni isming Sovuqqon. Sovuqqon bu insonlarning jiddiy xarakterda ekanligini anglatuvchi so'z. To'g'ri, men buni inkor qilmayman, lekin sezgan bo'lsangiz, men bu so'zlarni ajratib yozganman. Sovuq qon. O'tgan videoda muzli ajdarho qonini shisha idishga olgan edim. Qonning rangi ko'k edi. Shundan bilishimiz mumkinki, muzli ajdarlarning qoni sovuq bo'ladi. Men qo'ygan ism xuddi shu narsani anglatadi. Bu ism bilan ajdarning qoni sovuq ekanligini, uni muzli ajdar ekanligini eslatib turmoqchiman. Qisqa qilib aytganda, ismi jismiga mos bo'ldi. Umid qilamanki, nima demoqchiligimni tushuntira oldim. Ajdar uchun maxsus ovqat tayyorladim. Bir qancha berganimdan so'ng undan yashil effektlar chiqdi. Menimcha bu uni ulg'ayganini bildiradi. Endi bu ajdarda uchish imkoni bor. Qoyil, biz bu videoda qo'ygan eng katta maqsadimizga erishdik. Men bu ajdar muzli nafas chiqara oladi deb o'ylagan edim, lekin unday emas ko'rinadi. Afsus, men bu ajdarni keyingi qismda reydga qarshi ishlatmoqchi edim. Lekin ajdarlarni keraksiz deyishga shoshilmang. Ular bilan bir katta ish qilish mumkin. Tez orada bilib olasiz. Qilishimiz kerak bo'lgan yana bir ish qoldi. Olovli yoki chaqmoqli ajdarho o'rgatib olish. O'tgan videoda ajdarho g'orini qidirganimni eslasam, butun tanam muzlab ketyapti. Bu safar bunday muammo bo'lishini xohlamayman. Ma'lumotlarga ko'ra, chaqmoqli ajdarholarni faqat savanna va changalzor biyomlarida uchratish mumkin ekan. Demak, men avvalambor kattaroq savanna yoki changalzor biyomini topishim kerak. Men bu biyomni soatlab qidirmaslik uchun o'zim o'ynayotgan olam sedini oldim va uni mana shu saytga qo'ydim. Shunday qilmasam bo'lmaydi. Mening ham vaqtim chegaralangan. Mendan 2000 blok uzoqlikda kattagina changalzor biyomi bor ekan. Sayohatga chiqishdan oldin tayyorgarlik ko'rib olgan yaxshi. Salyutlar uchun
uchun birozgina porox to'pladim. Ertasi kuni Changalzor biyomi tomon otlandim. Umid qilamanki, u yerda men qidirayotgan chaqmoqli ajdarho g'ori bor. Bu biyom rostdan ham kattagina ekan. Eskicha uslub bilan yer ostida ajdarho g'ori bormi yo'qmi tekshirdim. Bittada o'xshamasligi aniq edi. Lekin uzoqroqqa borib yana tekshirib ko'rganimda men chaqmoqli ajdarho g'orini topdim. Menimcha mening qattiq omadim keldi. Yaxshiyamki bu safar men bu g'orni soatlab qidirmadim. Men uchratgan g'or mana shu bo'lsa kerak. Undan oldin men o'yinimni biroz yorug'roq qildim. Chunki ko'pchilik g'or qorong'u, hech narsa ko'rinmayapti deb shikoyat qildi. Ajdarhoni yengib bo'lgach yorug' qilishni o'chirib qo'yaman. Mana chaqmoqli ajdarho har doimgidek uxlab yotibdi. Uzoq o'ylab o'tirmay jangni boshladim. U o'ylaganimdan ham kuchli ko'rinadi. To'g'risi, u bilan bo'lgan jangni qanday qilib so'zlar bilan ta'riflashni bilmayman. Shuning uchun sizlarga eng muhim joylarini ko'rsataman. Bu safargisini o'ldirishga ko'p vaqtim ketdi. U juda ham katta ekan, shuning uchun uni yengish qiyin kechdi. Esdalik uchun suratga tushdim va qoldiqlarini olishni boshladim. Menga ko'k rangli tuxum tushdi. Keyin bu narsani ko'rib hayratga tushdim. Menga yana qora rangli tuxumni berishdi. Bitta ajdardan ikkita tuxum tushishi mumkinligini bilmasdim. Kelinglar, yaxshisi uyga borganda bu narsa haqida gaplashamiz. Ajdarho g'oridagi sandiqlarda olmosdan boshqa qiziqarli narsa yo'q. Shuning uchun bu yerdan juftakni rostladim. Sovuqqon, men senga yangi do'st olib keldim. Aniqrog'i uka yoki singilmi, xullas bilmadim. Uyga kelib narsalarimni tartiblab oldim. Xo'sh, menda ikkita chaqmoqli ajdarho tuxumi bor. Men ulardan birini tanlashim kerak. Chunki ikkita bir xil ajdar o'rgatib olish rejamda yo'q edi. Shusiz ham ajdarlarga ovqat yetkazib bera olmayapman. Men ko'k ranglisini tanladim, chunki bu rang qoradan ko'ra yaxshiroq tuyuldi. Qaniydi mana bu tuxumni obunachilarimdan biriga sovg'a qilish imkoni bo'lganida. Chaqmoqli ajdarho tuxumdan chiqishi uchun yomg'ir kerak. Oxirgi marta yomg'ir yog'ganini eslay olmayapman. Mayli, qachondir yog'ib qolar. Chaqmoqli ajdarho uchun joy tayyorladim. Shundan keyin yomg'ir yog'ishini kutishga to'g'ri keldi. Yaxshiyamki yomg'ir yog'ishi kamyob hodisa emas. Lekin bu yomg'ir qisqa davom etdi. Ajdar tuxumdan chiqishga ulgurmadi. Yana yomg'ir yog'ishini kutishga to'g'ri keladi. Umid qilamanki, bu safar ajdar tuxumdan chiqishga ulguradi. Hozir tong bo'lganligi uchun bu ajdar uxlayapti. Chunki chaqmoqli ajdarholar kunduzi uxlab kechasi uyg'onishadi. Mana kech ham tushdi, u uyg'ondi. To'g'risini aytsam, bu ajdar menga juda ham yoqdi. Uni ko'k rangli ekanligi chiroyli ko'rinyapti. Yana ovozini ham eshitib ko'ring.
Bu ajdarga ham ism qo'yishimiz kerak, lekin buni men emas, sizlar qo'yasizlar. Izohlarda ism haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Faqat shartlarim ismi jismiga mos bo'lsin, ya'ni chaqmoqni anglatuvchi ism va yana o'zbekcha ham. Kimning izohi ko'p like yig'sa, keyingi qismda chaqmoqli ajdarhoga shu ismni qo'yaman. Bu muz va olov modidagi sayohatimning ikkinchi qismi edi. Umid qilamanki, u sizlarga yoqdi. Agar yoqgan bo'lsa, like va obunani unutmang. Keyingi qismda uchrashguncha xayr.